Bu ko'rib turgan detallarning hammasi Cobalt avtomobiliga tegishli. Biz buni shumizatsiyadan keyin mana shunaqa holatga olib kelib qo'yganmiz. O'zi shumizatsiya bizda mana shunaqa qilinadi. Har bitta detalga alohida e'tibor beriladi, чтобы taqir-tuqur qilib qisiq-qisiq har xil ovozlar chiqmasligi uchun. Bardachog'ini ko'rishingiz mumkin. Bu torpedka qismining orqachasi. Bu ikkita sloy, orqasida vibratsiyalar bor buni. Iman pechkalarning gofralari, hamma narsa ovoz chiqqanda, yurganda taqir-tuqur ovoz chiqarmasligi uchun hamma narsaga alohida e'tibor berib, mana shunaqa detalligi mehr berib, mana shunaqa ko'rinishga olib kelib qo'yamiz. Full shumizatsiya mana shunaqa bo'ladi. Bu yoqda avtomobilning o'zi. Eshik 4 sloy bo'ladi. Obshivka qismida 4-sloyi, bu 3-sloy, orqasida ikkita sloy bor. Termoizolyatsiya, vibratsiya. Pol qismi ikkita sloy, vibratsiya, termoizolyatsiya, patologik ikkita sloy. Torpedkasida yana bitta sloy bo'ladi. Общем torpedka 3 sloy bo'ladi o'shanda. Mana ko'rishingiz mumkin. Noisov mahsulotlaridan foydalanib full shumizatsiya qilib beriladi Cobaltimiz. Qilinadigan yana ancha-muncha qo'shimcha xizmatlari bor. Oldi krilo, oldi kapot, orqa bagajniklari ham полный full shumizatsiya bo'ladi. Mahsulot sifati va mehnatni sifatiga bitta baho berib qo'yasizlar. Aytib o'tganimizdek, har bitta detalga alohida e'tibor berilib, mana shunaqa maksimalniy darajada hamma tovushlarni yo'qotib, full komplektatsiyada shumizatsiya qilib beramiz. Sifatli mahsulotlar, sifatli shumizatsiya xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol Avtokomport jamoasiga murojaat qilsanglar, qo'ldan kelgancha sifatli xizmat ko'rsatishda davom etamiz. Joningiz sog' bo'lsin, o'zingizni ehtiyot qiling.